Assalomu alaykum aziz asqarovlar. Mana yana shu Gano shifo markaziga keldik. Oydinlik kiritishga ozgina o'sha bir ikkita odamlar, xalqimiz, odamlarimiz o'sha sityovoy marketing deb o'ylashyapti. Shunga bir o'zingiz bir yaxshilab bir anaqa tushuntirib bersangiz, aslida nimaligini, marhamat. Va alaykum assalom. Kunimiz xayrli bo'lsin. Har bitta o'ylagan ezgu niyatlarimiz amalga oshsin. Albatta biz 17 yil davomida bu tarmoqli marketing emasmi degan savollarni ko'p eshitganmiz. Hozirgi media platformasida bu tarmoqli marketing bilan va nima deydi, to'g'ridan to'g'ri sotuv marketingini ajratish juda ham oson. Mana misol uchun bizni faoliyatimizda tarmoqli marketingga xos bo'lmagan missiyamiz bor. Bu missiya har bir oilaga sog'lik va farovonlik olib kirish missiyasi deb aytiladi. Va shu bilan birgalikda bizda o'sha keshbek tizimi bor. Korzinka yoki bo'lmasam katta supermarket, hattoki aptekalar, barcha savdo tarmoqlarida shu 2 yil davomidan bu termin odamlarga juda ham tanish bo'lgan. Bu narsa bizda yig'ma, ya'ni o'sha yig'iladigan nakopitelniy keshbek sistemasi mavjud. Undan tashqari hech qaysi tarmoqli marketinglarda klinikasi yo'q O'zbekistonda, yoki bo'lmasam ularni qadoqlash zavodi yo'q. Albatta bu korporatsiya, biz xalqaro korporatsiya, Malayziyada joylashgan, 40 yil davomida 4 ta qit'a, 121 ta davlatda o'z faoliyatini yuritayotgan korporatsiya bilan biz hamkorlikdamiz. Biz ularni eksklyuziv vakilimiz. Shuning uchun ham aynan O'zbekistonda 9 ta shu mahsulotlarni immunologik samaradorligini isbotlovchi klinik amaliy isbotlandi. Va shu bilan birgalikda o'sha Malayziyada 3 ta xalqaro konferensiya, seminar o'tkazildi. Albatta hech qaysi tarmoqlik marketingga xos emas bo'lgan jihatlar bu. Shuning uchun korporatsiya dunyoda uni raqobatchisi yo'q. Chunki bu Ganoderma Lycidium tarixi, agar hozir odamlar juda ham aqlli va aqlli sun'iy intellekt orqali ham buni isbotini olishi mumkin. Dunyoni o'zi shu qo'ziqorinlar alohida dunyosiga kiradi va shu bilan birgalikda shu 6 ta 7 ta Malayziyadan tashqari davlatlar buni yetishtiradi. Lekin bitta shu xalqaro Gano Excel korporatsiyasi boshlig'i olim, mikolog olim, u 13 yil davomida 52 ta avlodda uni chatishtirish orqali uni ekstraktini 100% ham suvda, ham yog'da eruvchi xususiyatlarini aniqladi. Va bu xususiyatlarini 750 dan ortiq klinik isbotini topdi. Men hali yuqorida aytgandek, O'zbekistonda 9 ta yo'nalish bo'yicha o'z tasdig'ini topgan. Va shu bilan birgalikda O'zbekistonda ham 4 marta ilmiy konferensiyalar o'tkazilgan. Bu odamlarni jalb qilish uchun emas, odamlarga sog'lik, salomatlik yo'lida ularni o'zini madaniyatini, tibbiy madaniyatini his qildirib, uni oshirish yo'lida, sog'lom turmush tarzini nima deydi, targ'ibot qilish yo'lida. Undan tashqari yana biz aynan prezidentimiz tomonidan qabul qilingan qonunlarga platformamizni qurganmiz. Bundan 11 asr oldin meditsina asoschisi Abu Ali ibn Sino bobomiz aytganki, har bitta bemorni ichida yana bir boshqa inson bor. Agar o'sha inson bemor bilan agar bir bo'lib qolsa, tabib hech qanday unga davo bera olmaydi. Hozirgi zamonga kelib bo'lsa,
bu digital twin deb aytilyapti. Chunki raqamlashtirilgan ichingizdagi yangi sizligingiz. Buni oddiy uyda o'tirgan uy bekalari ham o'sha salomatligida boy berayotgan, ya'ni uyqusizlikmi, qabziyatmi yoki bo'lmasam tez jahlini chiqishimi, stresslarmi, charchoqlarmi, yana qon bosimini tez o'ynab turishimi, ana shunday holatlar bu tashqariga belgi berayotgani, bu ichkidagi muammo bo'lganidan bu dalolat beradi. Aynan bizni targ'ibotchilarimiz hammasi bu ilmiy yo'nalgan va shaxsiy rivojlangan fakt, statistikaga asoslanib bu narsalarni keltiradi. Albatta biz hech narsani yashirmaymiz, shaffoflikda har bir narsa. Chunki biz do'kon orqali sotib yoki odamlar orqali uni sotayotganimiz yo'q. Bizda har bitta viloyatlarda shu Gano Smart Family markazlari joriy qilingan. Hozir ingliz tilini hamma ham biladi. Smart degani bu ongli, intellektual degan so'z, bu oiladek, shaffof odamlarni dardini qayerda eshitadi? Oilada eshitadi. Aynan bu sotuv uchun ularni da'vat qilish emas. Aynan ularni dardi nimada? Salomatlik yo'nalishi bo'yicha ularni o'zlarini yo'naltiramiz. Qaror qabul qilish har bitta insonni o'zida. Shuning uchun biz odamlarga tiziq o'tkazib, zo'rlab yolg'on yashqi gaplarni gapirib, buni oling, xarid qiling degan nimani yo'nalishi qilmaymiz. Biz har bitta insonga ochiq o'sha media platformalarida ham shu narsalarni keltirganmiz. Mana misol uchun bizani Gano.uz saytimizda o'sha ilmiy qilingan tadqiqotlarni ham biz qo'yganmiz. U kimdir agar qiziqadigan bo'lsa, uni olishi mumkin. Hattoki bizni gaplarimiz hammasi o'z tasdig'ini topishni xohlasa, ular Amerikadagi o'sha natsionalniy, ularning milliy kutubxonasi bor. O'sha kutubxonasiga kirib turib, o'sha Ganodermalizium haqidagi axborotlarni bilish mumkin. Men o'zim avval o'sha davlat boshqaruv tizimida ishlaganman. Meni yoshim 80 dan oshgan. Aynan men to'g'ri gapirish uchun va o'sha o'zimdagi olingan natijalarni o'sha mendek tetik bo'lishi uchun, shunaqangi chiroyli bir islom sivilizatsiyasi markazi bo'lgan shu O'zbekistonimizda shu yurtboshimizni qilayotgan sayl harakatlarini beminnat odamlarga yo'l ko'rsatish uchun, bu zamonda, tinchlik zamonda sog' va farovon yashashi uchun men o'z hissamni qo'shishga qaror qilganman. Shu yo'lda men hozir ham har bitta insonga o'zimda olingan tajribalarni bemalol va batafsil gapirib bera olaman. Kimdaki shubha bo'ladigan bo'lsa, biz muloqotga ochiqmiz. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda profillarimiz bor. O'sha profillarga qaysi masalada agar aniqlik kirgizishni xohlashsa, biz bajonidil unga beramiz. Keling, bizda Gano ART immun reforma terapiya klinikasi bor. Bu klinika metro tinchlikda Shayxontohur rayonida Chorsidan 2 ostanovka yuqorida joylashgan. Keling, bapirja ko'ring. Bu klinika 20-yilda tashkil etilgan va shuning uchun ham bitta shubhaga o'rin yo'q. Biz bitta bozorda, bitta bozor, bitta mahsulot degan narsa yo'q. Bu yerda albatta mahsulotlar 100 xil sotuv uchun mo'ljallangan emas. Bitta 8 xil kapsulalar bor va shu bilan 12 xil bu ichimliklar bor. Bo'ldi, xolos. Bizda sotuv uchun qilinadigan narsalar emas, salomatga yo'llantirilgan bu mahsulotlar. Laziz Asqarovna savollarga berishga ham qo'ymadingiz. Juda ham aniq, to'liq javob berdingiz. Men sizni javobingizdan qoniqdim. Lekin o'sha bir ikkita bemorlar o'sha e'tiroz berayotganlari nima deydi?
yaxshi gano mahsulotlari yaxshi, juda ham yaxshi, foydali, lekin qimmat deyapti-da. Shunga nima javob berasiz? Mana misol uchun bemorlar ozgina qimmatroq deyapti, ammo o'zani ham anaqa imkoniyatimiz yetmaydi. To'g'ri. Sog'liq undan-da qimmat. Sog'liq batamom yo'qolganda uni Hindistonga, Izraelga, Rossiyaga uy-joy, molini sotib boradi. Men kechagida ijtimoiy tarmoqlarda bir ayolni prezidentimizga yig'lab qilayotgan murojaatini eshitdim. Mana misol uchun больницаlarda qimmat, biza juda ham davolana olmayapmiz, nima qilishimiz kerak, balkim kredit beriladimi degan savollarni. Men o'sha yerda kommentga yozdim. Sog'liq shunaqa kritiskiy yo'qolib, umuman bu dunyodan ketishga shay bo'lganda emas, undan avvalroq uni g'amini yeyish kerak. Chunki bizga Alloh yaratgan egam ichimizga shifokori, immunitetni solib turib, biz uni doimo nazoratda ushlatishimiz uchun bepulga bergan. Mana qarang, biz uni tiklash uchun bepulga berilgan o'sha mulkni million sarf qilsak ham go'da u natijasini beradi, go'da natijasini bermaydi. Shuning uchun Nozimxon, men hozir bitta narsani aytmoqchiman. Mana Covid bo'lgan paytda juda ko'p odamlar nima deydi, bu Coviddan narigi dunyoga ketib qoldi. Lekin men shuni aytamanki, bizda qancha iste'molchilar bo'lsa, hammasi ham bo'ldi. Lekin ular yana o'zini tiklay oldi. Chunki ishidagi immunitet ularni kasallik bilan kurashishga kuch yetkazib bora oldi. Shuning uchun mana shu immunitet qachonki kurashayotganda yallig'lanish paydo bo'ladi. Yallig'lanishi agar biza dorilar bilan uni bekitib qo'yadigan bo'lsak, u sekin o'chmagan olovdek o'zini keyin bir kuchini ko'rsatadi. O'shaning uchun nima deydi, surunkalik kasalliklar nima deganini oldin ma'nosini tushunmasdim. Men ham tushunmasdim. Chunki har bitta kasallik belgilardan boshlanadi. Biz oddiy charchoq deb bilamiz, boshimiz og'riyapti yoki qo'shnidan so'rab turib qaysidir unga tabletka yordam bergan bo'lsa, uni olib ichamizda, shu bilan uni bizani bezovta qilmaydigan darajaga olib kelamiz. Lekin aslida bu salomatlikni hech qanday pulga sotib olib bo'lmaydi. Shuning uchun kim o'zini dunyoda hayotini eng muhim inson, eng qadrli inson, hayot bu u bilan go'zalligi, bolasini, uyini, umuman hayotni zavqini ko'rish unga muhim bo'ladigan bo'lsa, albatta o'zini sog'lig'ini hozirdan ehtiyot qilish, uni g'amini chekish aynan bu muddao. Undan tashqari prezidentimiz mana 9-noyabr 25-yilda juda ham bir ajoyib qarorni qabul qildilar. Aytyaptilarki, hatto deyaptilar, mediklar agar interaktiv, ya'ni noodatiy o'sha tabiiy narsalar bilan agar bemorlarni shifosini qilsa, unga men shunday yengilliklar beraman, ligotalar beraman deb yozib qo'yibdilar. U narsalarni qo'llamaslik, men bilmayman, kimni aybdor qilishdan bilmayman. Lekin odamlar doim nimanidir doim bahona qilib turib shunga nima deydi, shikoyat qiladilar. Lekin birinchi galda odam o'ziga shikoyat qilish kerak. Nimani qilmadim, nimani qildim? Axir odamlar biladi-ku. Hammasi biladi. 25 yoshgacha Allohga bepul qo'ygan gormon ro'sti degan narsasi bor. O'sha chaqaloqlikdan katta bo'lib to o'sha 25 yoshga chiqqunchagi zaxirani ishlatadigan va kasallikni himoya qiladigan. Lekin hozirgi ekologiya, hozirgi yemishlarimiz, turmush tarzlarimiz va mana bu texnikani rivojlantirib kam harakatligimiz bizga o'sha narsani yana ham pasaytirib qo'yapti. Hozir o'shaning uchun ham o'spirin bolalarda sahrni diabet, chaqaloqlar nima deydi, kamqonlik bilan har xil shikastlangan holda tug'ilanyapti. Bu narsalar albatta har bitta o'sha insonni, o'sha oilani, o'sha ota-onani
mas'uliyatiga bog'liq bo'ladi. Oldinlar aytilardi-ku, bolalar nima u tug'ildimi dumalab o'zi katta bo'lib ketadi dirillarda. Hozir unaqa zamon emas. Bola tug'ildimi, u shaxs sifatida rivojlanish uchun ota-ona uni mas'uliyatini olish kerak. Qaror kerak. Mas'uliyati uni to'g'ri, sog'lom jamiyatga keraklik inson bo'lishi uchun va uni keyinchalik u bilan faxrlanib 7 qavat ko'rpachani ustida o'tirishi uchun ota-ona bugun ularga shu muhitni yaratish kerak. U nima deydi, uyda o'tirib ham shu narsalarni qilish mumkin. Misol uchun bir xil aytadi, menda puli yo'q deydi. Lekin puli yo'q, lekin unda iPhone telefon bor. iPhone telefonni o'sha imkoniyatlardan foydalansa bo'ladi-ku. Axir iPhone telefondan yoki oddiy o'sha eng oxirgi Samsung telefonni narxlari bu mahsulotni bir yilga yetadigan, o'ziga oladigan, to'yintiradigan imkoniyatni beradi. Bu yerda bu bahona, u kimgadir nima qilish, bu mahsulotni ishlab chiqarish jarayonidan to bu yerga yetib kelguncha qancha xarajat, hech kim tekinga qilmaydi-ku u narsalarni. Hech kim tekinga qilmaydi. Hammasi pul turadi. Bitta tekinga berilgan narsa, bizga berilgan mulkni uni ham qadrlamadik. Shuning uchun azizlarim, albatta o'z salomatligingizni qadrini yetib, unga g'amxo'rlik qilib, unga investitsiya qilsangiz, u sizga 10 barobar, 100 barobar javob beradi. Uzoq umr, zavqli hayot bilan. Laziz Asqarovna, mazmunli suhbatingiz uchun, maslahatlaringiz uchun kattakon rahmat. Siz bilan xayrlashmaymiz, ko'rishguncha deymiz. Ko'rishguncha hammaga sog'lik va farovonlik tilab qolaman. Ko'rishguncha kelinglar. Bizning manzilimiz G'uncha kinoteatri, salomatlik markazi. Kelinglar, biz hammanglarni ko'rishga mushtoqmiz va o'z tajribamiz bilan bajonidil, bepul, tekinga bo'lishamiz. Keling, rahmat, ko'rishguncha.